Qarang videoga olib bo'lishni ayting. Bo'lishi odamlar. Qimmat aytsa so'kadi odamlar. Bo'lishni ayting. Bo'lishi 4800. 4300 ga beramizmi? Beramiz aka, o'ylab turing. Bitta salonlarni olaylik. To'g'ri narx ayting aka, sotaylik. Sizga ham foyda bo'lsin, oluvchiga ham foydamiz tegsin. Qancha yurgan bu? Monitor, video registrator, chexol, polilar bor. Hozir aka. Qancha yurgan bu? 158 ming yurgan ekan. Gazi nima buni? Mikrofon, gaz, stoplar qo'yilgan. Mana bagajning holati yomon emas, moshinchamiz yubkachalar qo'yilgan. 4 ta balon o'rta holatda. Motor hadoylari qanday? Yaxshi. Nima kamchiligi? Kamchiligi ishlayapti. Nasiyaga ham berasizmi? Beraman. Necha pul qo'lda pul bilan kelsa? 2000 dan. Bir 500 dollar bilan kelsa berasizmi? 1000 dollar bilan 2000. 2000 bilan kelsa, mashina narxi 3000 ke. To'g'ri aytdi. Tentak. 4800 mashina narxi, 2000 dan kelsa. Qancha bo'lishini ayting. 4800. 4.5 ming inch bo'lsa. Birlik motorda aka. Birlik motor avtomat. 4800 savdosi bor, to'g'rimi? Birovma o'tasizmi? Birovma o'tadilar. Kimda kim qiziqishsa, Instagram nomerlarga aloqa chiqamiz. Mana.